Alloh taoloning fazilati bilan siz aziz jamoatga yana aytadigan xush xabarlarimizdan Alloh taolo bugungi kunda dinimiz islohoti yo'lida olib borilayotgan sa'y va harakatlar. Prezidentimizni buzu sizlarga, barchalarimizga, imom xatiblar, qorilar, masjid xodimlari, bugungi kundagi butun jamiyat a'zolariga yaratib berilayotgan yengillik, islohot, fazilatlar ko'lankasida Alloh taoloning fazilati bilan siz aziz jamoatning duolaringiz bilan inshaalloh Ramazonning qolgan kunlarini biz kamina inshaalloh Moskvada davom ettirishlikka inshaalloh buyruq chiqqan. Alloh taoloning fazilati bilan biz siz kelgusi Ramazoniy kunlarni Moskvada siz